Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Agar odamlarni ko'chalarda yurishlari g'ayri dinlarda suratlarda bo'lib qolgan bo'lsa, ularni turmush tarzidan, hayotidan or-nomus ko'tarilib ketgan bo'lsa, musulmon bo'lmagan xalqlarning urf-odatlari ularni urf-odatiga aylanib qolgan bo'lsa, kiyinishi g'arbcha, pul sarflashi ana shularning tasavvuriga ko'ra, harom narsalarni iste'mol qilishida ana shu dinsizlarning suratiga kirib ketgan bo'lsa odamlar, bu odamlarni oldiga qo'ygan maqsadi, orzu umidi faqatgina pul bo'lsa, dunyoparastlarning maqsadi bo'lib qolgan bo'lsa, bu odamlar farzandlarini qo'shiqchi, aktyor, sportchi va shunga o'xshagan boshqa mashhur odamlarga o'xshashini xohlayotgan bo'lsa, bunaqalarning orasida yashab o'zingni g'arib his qilayotgan bo'lsang, sening uchun bu maqtovli holat. Agar bularni turmush tarzidan norozi bo'layotgan bo'lsang, buni inkor qilayotgan bo'lsang, sen payg'ambarimiz aytgan dindagi g'ariblardan ekansan. Sen birodar bu holatingni yomon deb o'ylama, shubhaga kirib qolma. Seni bu tabiiy, bu yolg'izliging, bunday ajralib qolishliging tabiiy holat. Bunaqa fisq fujurga to'lgan odamlarning orasida yashayotgan musulmonning holi shunday bo'lishi tabiiy hol. Mana shu holat haqiqiy mo'minning sog'lom xalqati bo'ladi. G'ariblar kim yo Rasululloh? G'ariblar odamlar fasodga uchraganda ular isloh qiladi. Allohning dinida talashib tortishmaydi va bironta ahli qiblani gunoh tufayli kofirga chiqarmaydi. Oldingda dunyoni katta eshiklari ochilib turibdi. Oldingda katta boylikka yo'l ochilib turibdi. Katta bir mansabga yo'l ochilib turibdi. Ammo mana shu hamma orzu qilayotgan shu narsalarga yetish uchun odamlarni tepalab o'tishing kerak. Odamlarning haqlarini yeyishing kerak. Ozor, aziyatlar yetkazishing kerak. Aloqalarni buzishing kerak. Mana shu mansab, martaba, boylik senga har qanchalar yoqimli bo'lmasin, har qancha o'ziga jalb qilib domiga tortmasin, unda shubhalar borligi uchun o'zingni orqaga tortishing kerak bo'ladi. Hadisda aytildi-yu, yuslihuna idza fasadan nas. Agar odamlar fasodga uchrasa, ularni isloh qiladi. Siz bilan bizni zamonamizda mana shu fisq fujur juda ham bir keng yoyilib ketdi, birodarlar. Odamlarning juda ko'pchiligi qilayotgan kasb-kori, tijorati, muomalalari halolmi, harommi farqlamay qo'yishdi. Qilayotgan kasbida, tijoratida ma'siyatga befarq bo'lib qolishdi. Katta bir foydasi bor, daromadli ish keldi, ammo ichida shariat man qilgan holatlar bor. Mana shu holatda dinida, iymonda mustahkam bo'lgan odam bunaqa narsadan voz kechadi. Endi buni ko'rgan ko'pchilik bu esi joyidami deydi. Shunaqa katta foydali bo'lgan kontraktdan voz kechdi deydi. Shunaqa bir zo'r mansabni shunday taklif qilsa olmadi deydi. Chunki bu g'aribni tasavvurini, o'lchov tushunchasini bu ko'pchilik johillar tushunmaydi-da. Masalan, bir ustaga zakaz kelib tushdi, bajarsa xizmat haqi katta bo'ladi. Ammo u ishtishida Alloh harom qilgan narsa bor. Usta o'sha pulga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa ham olmaydi. Iymondan beparvo bo'lgan odamlar nima deydi? Bu esi joyidami, naq foydani chiqardi ya deydi. Iymon degani birodarlar, juda ko'p odamlar o'ylaganidek faqatgina namoz bilan roza emas. Iymon degani faqatgina haligi ichi bo'sh, quruq, shakli ibodat, rasm-rusumlar emas. Islom, iymon birodarlar bu mavqif. Bu komil bir manhaj. Seni prinsiping. Islom seni kuniy hayotingni nozik masalalargacha kirib borgan dastur. Akalar prinsip deb qo'ylar bizni tushunishimizda. Bu meni prinsipim deydi, bundan voz kechmayman deydi. Menga mumkin emas deydi. Masjidda bitta miqqini olish. Chunki qayerga berildi u pul? Masjidga berildi, madrasaga berildi. Prinsipialniy odam deydi-yu.
Islom birodarlar, iymon siz bilan bizni har bitta qadamimizda, har bitta nafasimizda bo'lish kerak. Ayrim odamlarda tasavvurida islom degani namoz, Ramazon kelganda bir oy roza tutib qo'yish. Agar ular iymonni, islomni, dinni shunday deb tushunayotgan bo'lsa, bu odamlar havoyi nafsiga qul bo'lgan odamlar ekan. Bunaqalar dinni dunyodan, hayotdan ajratib olishgan bo'ladi. Ular uchun din bir vodiyda, dunyo boshqa bir vodiyda. Endi hamma qilyapti-yu deydi. Hamma qilyapti-yu deydi. Doktorlar, kulasizlar. Bir karikatura ko'rdim. Ruchka doktorning qo'lida retsept yozyapti. Haligi ruchkani ichiga tanga soladigan teshigi bor ekan. Bittada topinglarchi, kim tanga tashlayapti uni ichiga? Farmatsevtik kompaniyalar. Yo to'g'ri aytayapmanmi? Bonus deb qo'yadi. Mana necha marta o'zlari kelib so'rashdi. Bonus deb qo'yadi. O'sha 30 so'mlik dori bilan bitkizib qo'yadigan ishga o'rniga 300 so'm bersa daromad keladi-da. Ey doktorlar, Allohdan qo'rqinglar. Xalqni o'ylanglar. U bonusni Alloh bersin. Alloh bonus bersami, qatib qoladi boshingiz. 1 yil bemas, 2 yil bemas, tekkiz ishlang, el yurtni o'ylang. Hammadaqa bo'lmang. Va Alloh taolo sizga ham hammaga qilgan muomalasini qilmaydi. Hamma duo qiladi, baraka ber, rizqim keng bo'lsin, uyimda muammo bo'lmasin, saodat yehat, hamma so'raydi. Lekin nimaga Alloh hammaga bermayapti? Chunki hammadaqada. O'sha hammalarning ichida g'arib bo'ling. Ular qilmagan ishni, Alloh rozi bo'ladigan ishni qiling. 1 yil kuting, 2 yil kuting. Allohning rahmati yog'ilishni boshlaganda yoqingizni ushlab qolasiz. Allohning diniga fidokor bo'lishingizga yarasha Alloh taoloning rahmatiga ega bo'lasiz ikki dunyoda. Allohning diniga fidokorligingizlarga yarasha Alloh taoloning rahmatiga erishasiz ikki dunyoda ham. G'arib bo'lasizda. G'arib bo'lasiz. Shuning uchun birodarlar, dinini yaxshi tushunmagan musulmonlar dunyodan hayotda ajratib olishgan. Ular uchun dunyo bir vodiyda, din boshqa vodiyda. Shuning uchun ham hozirgi kunda yer yuzidagi musulmonlarning soni milliarddan ko'proq, ammo ularning kalimasi oliy emas. Bu milliarddan oshiroq bo'lgan musulmonlarni dunyoda o'zini vazni yo'q. Alloh taolo nima degan edi? Agar mu'minlar Alloh va Rasuli xohlagandaqa mu'minlar bo'lsa, nimani va'da qilgan edi Alloh? Astagfiru billah. Va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablikum. Alloh sizlardan iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymon e'tiqodli zotlarni yer yuziga xalifa hukmron qilganidek, ularni ham yer yuzida xalifa qilishini va ular uchun o'zi rozi bo'ladigan islom dinini g'olib, mustahkam qilishini hamda ularning ahvolini Makka da ko'rgan xavf va xatarlardan so'ng Madinada tinchlik, xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Alloh va payg'ambar aytgandaqa bo'lsa musulmonlar, yer yuzida eng peshvo, peshqadam xalq musulmonlar bo'ladi. Allohning va'dasi. Endi hozir buni teskarisi bo'lib yotibdimi? Demak, hozir yuqorida biz aytgandaqa musulmonlar uchun din bir narsa, hayot boshqa narsa bo'lib qolganligini belgisi. Orqada qolib ketdingizmi? Demak, bir sababi bor. Uni sababi dinimiz, Alloh va Rasuli bizdan talab qilinganda emas hayotimizda. Masjidga borganda tasbihni o'giradi, do'konga kelganda boshqa odam. Unaqa bo'lmaydi. Savdo qilayotganda ham dinda turasan, kasb-kor qilayotganda ham diniy mahkam ushlasan. Demak, muhimi zohir emas. Chunki zohiri musulmon bo'lganlarning soni juda ham ko'p. Qur'on ko'p. Islomiy mav'izalar, ma'ruzalar yozilgan disklar, kasetalar, xutbalar, mav'izalar to'lib yotibdi. Masjidlarda namozxonlar serob. Albatta bu yaxshi narsa. Faqat bu ko'rinishla bo'lib qolmayaptimi?
Muhimi nimada unda? Muhimi haqiqiy itoatda bo'lishlik. Muhimi haqiqiy multazim bo'lishlik. Allohning valisi, do'sti, u qanaqa odam bo'ladi? Valiyulloh. Nima u? Havoda uchadimi? Yo'q. Suv ustida yuradimi? Yo'q. Vali kim? Allohning valisi halol va harom ustida to'xtaydi. Uni o'lchovi, tushunchasi shariat. Farzni bajaradi, halolni qiladi, haromdan tiyiladi. Birodar, seni musulmonchiliging amalingda, ishingda, do'koningda, oldi-sotdingda, muomalangda, odob axloqingda, yurish-turishingda ko'rinishligi kerak. Mana shu islom bo'ladi. G'ariblar haqidagi ikkinchi hadis. Birinchi hadisda g'ariblarga jannat bo'lsin deyildi. G'ariblar odamlar fasodga uchraganda isloh qiladi, dinda talashib tortishmaydi, ahli qiblalarni kofirga chiqarmaydi. Ikkinchi hadis. G'ariblar haqidagi ikkinchi hadis. Rasululloh marhamat qildilar. Tuba lil g'uraba. G'ariblarga tubo bo'lsin, jannat. Qila manil g'uraba ya Rasululloh. G'ariblar kim? Allazina yaziduna idza naqasa an-nasu. G'ariblar agar odamlar kamaysa, ziyoda bo'ladiganlar. Nima degani? Savobli ishlarni qiladigan odamlar kamayib ketsa, g'ariblar savobli amallarni ko'paytirishadi. Odamlar xayr, ihson, infoq qilmay qo'ysa, g'ariblar ana shu qilayotgan xayr, ihsonlarni ko'paytiradi. Agar odamlarning orasida taqvo ozayib ketsa, g'ariblarning taqvosi ziyoda bo'ladi. Odamlar solih amallari, toatlari, sarflari, ihsonlari kamayib ketganda, mana shunday solih amallari ziyoda bo'ladi. G'ariblar haqidagi 3-hadis. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innal islama bada g'ariban. Albatta islom g'arib bo'lib boshlangan. Va sayaudu g'ariban kama bada. O'sha avvalgi holatiga, g'ariblik holatiga qaytadi. G'ariblarga jannat bo'lsin. Kim g'ariblar? Ya Rasululloh deyildi. An-nuzza'u minal qabail dedilar. Qabilalardan ajralib chiqqan odamlar. Nima degani? Bitta katta qabila bor, dindan uzoq, fisq fujurga botgan, havoyi nafsiga qul bo'lgan. Mana shu qabiladan bitta ikkita odam ajrab qoladi. Ular Allohni tanigan, Rasulullohning buyrug'ini mahkam ushlagan, dinni mahkam ushlagan, qo'lida borlig'ini dinga sarflagan odamlar bo'ladi. Mana shu ikkita uchta odam o'zini qavmidan ajralib chiqqan bo'ladi. Ulardan uzoqlashgan bo'ladi. O'zlarini iymoni, taqvosi, solih amallari, nahiy munkarlari bilan o'zini qavmidan ajralib qolgan bo'ladi. Birodar, inson bir idishga o'xshaydi. Uni ichiga nima solsangiz, uni ichidan shu narsa chiqadi. Sizni saqofat jihatidan nima ozuqlantiradi? Ozuqa deganda faqatgina yeyish, ichishni tushunmaylik. Biz ichimizga nima kiryapti? Quloqimizdan, ko'zimizdan nima kiryapti? Aqlimizni, qalbimizni nima egallayapti? Nafsimiz, jonimizdan bir idishga o'xshaydi. Unga nima solinyapti? Dunyo ahllarining xabarlarimi? Qo'shiqchi aktyorlarning xabarlarimi? Siyosatchi, sportchilarning xabarlarimi? G'ofillarning ish hayotidagi ishlarning g'iybatimi? Nimalarni o'qiyapsan? Nimalarni eshityapsan? Nimalarni ko'ryapsan? Ana shu sen ko'rayotgan, eshitayotgan, o'qiyotgan narsalar seni nafs, jon degan idishingga tushayotgan narsalar. Qaytaraman. Nafs, jon degan idishingga nimani ko'rayapsan, nimani eshityapsan, nimani o'qiyapsan, shular bilan to'layapti. Agar idishingga dunyo ahllarining so'zi, xabarlari to'ldirgan bo'lsa, undan shu narsa chiqadi-da. Agar idishingga aktyorni, qo'shiqchini, sportsmenni xabarlari solinayotgan bo'lsa, sendan qanaqa gap chiqsin? Kim qayerga ketdi, kim kimga uylandi,
nima sababdan ajrashdi, falonchi futbolistning gonorari qancha, qaysi mashinani nechta pulga oldi, uni avtoparkida nechta Ferrari bor, kimning avtoparki qimmatroq, falonchi o'zini to'yiga necha million dollar sarf qildi, to'yiga qaysi hofizlar keldi. Sendan bundan boshqa gap nima qilmaydi? Chiqmaydi. Ammo nafs degan, jon degan idishingni Allohning kitobi bilan to'ldirsang-chi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan to'ldirsang-chi, sahobalarning hayotida bo'lgan voqea hodisalar bilan to'ldirsang-chi, sendan faqat shu narsa chiqadi-da. Shuning uchun birodar, qalbingni bir kuzatib qo'y. Qalbing nimalar bilan to'liyapti? Ichiga noyob, juda bir qimmatbaho atir quyilgan idish, qopqog'ini ochsangiz, undan nimani hidi chiqadi? Ichiga analiz uchun najosat solingan faqat qopqog'ini ochsangiz idishda, nimani hidi chiqadi? Bu masaladagi eng og'ir, muhim narsa xatarli. Seni kim ozuqalantiryapti? Sen eshitadigan, o'qiydigan, ko'radigan manbalar bor. Sen ana shu manbadan olgan narsani gapirib eshitib yurasan. Demak, sizdan qanaqa gap chiqar ekan? Sizni ichingizga kirgan, to'lgan gap chiqadi. Shuning uchun hali gap bor-ku, sen nima yeyotganingni ayt, men seni kimligini aytib beraman. Do'stlaring kimligini ayt, men seni kimligini aytib beraman. Nimani ko'rayotganingni, nimani eshitayotganingni ayt, men seni kimligini aytib beraman. G'ariblar kimlar yo Rasululloh? Rasululloh aytdilar, an-nuzza'u minal qabail. Qabilalaridan ajralib chiqqanlar deb javob berdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Katta oilalar bor. Ramazon kelganda xursandchilik bo'ladi. Bu oyni hurmatidan boshqa oyda qilmaydigan ovqatlarni tayyorlashadi. Erkak, ayol hammasi xursand. O'tirib iftorni zo'r qilishadi, ammo namoz yo'q. Kechasi 3-4 gacha iftor qilib o'tirdik. Saharlik nima bo'ldi unda? Bomdod nima bo'ldi? Mana shu odamlar ham bor. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.